Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bugungi kunda Xudo xolasa Paxtaboddamiz 18-dekabrda birga safar qilgan hoji akalarimiz bilan bularni taklifiga muvofiq hozir Paxtabodda Samo degan choyxonada ekanmiz. Bu yerda o'tirib bir diydorlashib, sog'ingan ekanmiz bir-birimizni. Qora akam bizga yordam beradilar. Shu yerda o'tirasiz. Bo'ladi. Qora akam yonboshga o'tirasiz burchakka. Endi albatta bir diydor to'planishlik sizlarga esinglarda bo'lsa, men o'sha Makka Mukarramada ham aytganman. Allohning uyida do'st bo'lgan odamlar qachon bir-birini ko'rsa Xudoni eslaydi, payg'ambarni eslaydi. Nimagaki esda qoladigan ish ashiydi-da. Ibrohim akam bilan men Xudoning uyida birga bo'lganman. Hoji akam bilan payg'ambarning ravzasiga birga kirganman degan bir muhabbat bor-da. Shuning uchun sizlarga bir rostini bekor o'tirmasdan bir narsa o'qib bermoqchiman. Hazrati Xo'janazar Huvaydo u kishi joylari Chimyonda bilasizlar. Lekin o'sha Xo'janazar Huvaydo sarmazorlik bo'ladi. Shu men turgan masjidda oldida borgansizlar, o'sha masjidga borgansizlar. Shu masjidda oldidagi sarmazor qabristonini da u kishining bolalari, avlodlari shu yerda, otalari ham shu yerda. U kishi shu Chimyonga ketib, o'sha yerda bo'lib qolgan, keyin farzandlari qaytib kelgan bo'lgan. Tagi sarmazorlik. Bizda atrofimizda uning avlodlari ham bor. Shu 5-6 avlodlari bari shu sarmazorda yashashadi. Shu kishini bir qancha bir g'azallaridan bir Huvaydoni bir narsalardan o'qib beraman sizlarga sharhlab. O'sha Xo'janazar Huvaydoni bir ikkita g'azalini u kishini u yaxshi mulla odam bo'lganda u kishi. Eski avvalgi ahli ilmlar, olimlar, mullalar o'sha ham shoir ham bo'lganda, bir she'rlar ham yozishgan, g'azallar yozgan. Hazrati Navoiylar ham qori bo'lgan, murattab mulla bo'lgan, yaxshi olimlar bo'lgan. Shunga o'xshagan. Shuni bir baytini o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Bir buzuq vayronadir ul uyda kim yor bo'lmasa. Yor ila obod erur ul uyda ag'yor bo'lmasa. Qalb bir uy. Agar bu qalbning ichida Allohning muhabbati bo'lmasa, u qalb vayron qalb. Bir buzuq vayronadir ul uyda kim yor bo'lmasa. Ya'ni o'sha qalbingizda, o'sha qalb uyingizda Allohning ishqi muhabbati bo'lmasa, u vayrona, rasvo narsalar to'ladi to'yga, gunohlar to'ladi, masiyatlar to'ladi, sasib ketadi. Yor ila obod erur ul uyda ag'yor bo'lmasa. Endi qalbingizga Alloh taolo kirgandan keyin, Allohning muhabbati kirgandan keyin u obod bo'ladi agar u yerga dushman ham birga kirib olmasa. Dushman kim? Shayton alayhilani. Shayton alayhilani. U qalb qachon yor bilan obod bo'ladi, u yerda ag'yor dushman bo'lmasa. Goh ko'rinib, goh qochar oshiqlarini kuydirgali, ishqi lazzat bermagar dilbarki ayyor bo'lmasa. Endi Alloh taolo bandalarini o'zini yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmasligini sinab turar ekan-da. Xudo deveramiz-u, Xudo oldingizga rizq beraversa, Xudoga yoqqan yerim bor ekan deb yaxshiliklar beraversa, amal bersa, bola chaqa bersa, obro' bersa, Xudoga bergan aytganimiz bor ekan deb xursand bo'laverasiz-u. Ancha-muncha boshingizga sinovlar solib, mashaqqatlar solib, kasalliklar yo bir molingizga ziyon yetkazib, dunyoyingizga ziyon yetkazib, shunaqa ziyonlar yetkazib qo'yishligi, yorni kuydirishida, shunday kuydirib turmasa, unga ishqi bo'lmaydi, unga yalinish to'xtab qoladi-da. Shunaqa qilib turmasa, endi u Allohni yaxshi ko'raman degan muhabbatingiz lazzat bermaydi. Mana o shakar yo'q-ursangiz-chi, shakarda qadr yo'q bo'lib qoladi. Orada bir qalampir yeb qo'ymasangiz. Orada bir qalampir, shakar yaxshi ekan deyish uchun qalampir yeyish kerak-da. Allohning ne'matlarini qadriga yetish uchun Alloh taolo ancha-muncha musibatlar ham beradi. Shu mubtalo qilib turganligi yorni, Alloh taoloni bizni ancha-muncha haligi qochirim qilib, ancha-muncha bir bezitib qo'ygan, nima deydi, sinovlar qilganligi o'sha Alloh taoloni bergan yaxshi narsalarni qadriga yetadigan qiladi. Oshinolikni uzib yorandini aylar ixtiroz,
ul kishiki yoridan birdam xabardor bo'lmasa. Endi xudo deb qornimiz to'yganda Xudoni eslasak, qiyinchilikni eslamasak, hamma yoq tekis olib ketganda yana Xudoni esimizdan chiqarib qo'ysak, ha? Endi Xudo ham bizni esdan chiqarib qo'yadi. Esdan chiqarmasa ham aloqasi uzib qo'yadi. Chunki Alloh taolo o'zi hadisi qudsiyda aytadiki, payg'ambarimiz alayhisalom banda Robbisiga qarab bir qarich yaqinlashsa, Alloh taolo aytar ekan, bandam menga bir qarich qarab yaqinlashsa, men unga ikki qarich yaqinlashaman. Bandam menga bir ziro va bir ikki qarich yaqinlashsa, men bir ziro yaqinlashaman. Menga qarab yursa, men unga qarab yuguraman deydi Alloh taolo. Ya'ni banda agar Alloh taoloni zikr qilib turmasa, o'zi oyatda aytayapti Alloh taolo, "Fazkuruni azkurkum." Sizlar meni eslanglar, men sizlarni eslayman deyapti Alloh taolo. Ul kishi kim yoridan birdan xabardor bo'lmasa, Allohni eslamay qo'ysa, Alloh taolo ham uni aloqasini uzib qo'yadi, ixtiros qilib qo'yadi. Ko'p balo o'qin otar oshiq sari oshiq emas. Ko'p balo o'qin otar oshiq sari oshiq emas, ko'ksin ochib yorini oldida tayyor bo'lmasa. Agar Alloh taolo balo o'qin otsa, sinovlarni otsa, alhamdulillah deya olmasa, u oshiq emas deydi. Luqmon Hakimni bir rivoyat keladi. Luqmon Hakimni shogirdi Iskandar deydi, Zulqarnayn deydi. Ana ovqat yesa, nima yesa, Luqmon bilan birga yer ekan. Bir shunaqa rivoyat keladi. Shu birga yeylik, birga o'tiraylik deb nima bo'lsa ilinib chaqirar ekan. Nima ovqat kelsa ilinib chaqirib birga yeylik der ekanda. Keyin bir kuni qovun borib qoldi, qovun. U qovun uzoq yo'ldan borib achib qolgan ekan. Bu achigan qovun bilasiz, ya endi o'likni ham tiril-tiril olib ketadi. Va miyangizga chiqib ketadi, achchiq bo'ladi-yu. U kishi ana hali qovunni chaqiribdi Luqmonni, ilinib, "Taqdir ustoz, birga qovun yeymiz, qovun kelibdi" deb bir tirik so'yib, avval uzatibdi, hurmat qilib. Uzatibdi lekin. Mana uzatsa, qovundan bir tilidan bir tishlabdi-da Luqmon. Bunday qarab turib, shunaqa yeb ketibdi, maza qilib. Qovunni yomon ko'rgan odam ham yegish keladi aqvardi-da. Qovunni yomon ko'radigan odam ham haligini yeyishni ko'rib yegish keladi. Shunaqa yebdiki, Luqmonni ham nimaligi Iskandarni ham og'zidan suv oqib ketdi. Endi yana bir tilik so'yay deb bir tilik yana berdi. Ikkinchini ham shunaqa yebdi, lekin endi o'zim ham yeyib bir tilik so'yib, bir tishlasa shunaqa bemaza, shunaqa achchiq qovun. Ey, bu nima qilganingiz ta'sir? Siz bu maza qilib yeganingizni ko'rib, meni ham yegib kelib ketdi. Bu bemaza qovun ekan, va achib qolibdi-yu desa, taqsir shuncha shirin lazzatli narsalar bersangiz qaytarmasdan yeganman. Shuncha yaxshi narsalar bersangiz hech ham qaytargan emasman. Shu bir marta shu bemaza qovun bersangiz qaytargan hayo qildim, uyaldim degan ekan. Ya'ni Alloh taolo qancha ne'matlar bersa, Xudoga shukr, Xudoga aytganimiz bor ekan desak-u, bir marta musibat kelsa nima gunoh qiluvdim, Xudoga desak bo'lmaydi-da. Shuni aytayaptilar-da bu kishi. Ha. Aytayaptilarki, nima deyapti? Ko'p balo o'qin otar oshiq sari oshiq emas, ko'ksin ochib yorini oldida tayyor turmasa, Robbisidan kelgan mubtaloliklarga, sinovlarga ham tayyor turmasa, bu Allohni yaxshi ko'raman degan gapni ikki bo'lib deyaptilar. Ha. Bo'lmag'ay ohu fig'on tong otqucha bedorlik, oshiqi dilhastani yori sitamkor bo'lmasa. Endi qarang, shu kechasilari yig'lamaydi agar Alloh boshiga ishlar solmasa. Kechasilari ey Xudo deb yig'lashi uchun ham albatta Robbidan bir sinovlar kelib turar ekanda. Endi banda ashi sinovni keltirmasdan turib yig'lash kerak ekanda kechasilari. Albatta boshiga bir ish tushmasdan, musibat kelmasdan tevaraga tekizligida ham kechasilari ey Xudo, ey Robbi, gunohlarimni kechirgin, rahmatingni olgin deb yig'lab kechalar yig'lash kerak ekan. Chunki jannatga behisob kiradigan 7 ta toifa odamdan bittasi yolg'iz holatida Alloh taolodan qo'rqib yig'lagan odam. Shunaqa bo'lsin deydi-da. Ha. Yeb yotib orom ila oshiqligi bekor erur. Charbi shirin yeb ichardan kimki bezor bo'lmasa. Kunduzda yeb ichaversa, Xudo berdi ehson deb yeyaversa, kechasi kunlar purrayotib uxlayversa, uni oshiqligi qayerda? U yotib Makkaga borib, Makkada ham gazetadan chiqmasa yotaversa. Kelib ham uyda ham ro'zani kunida og'zini yopib qolib, kunlasa uxlayversa, o'rarib. Kechasi ham eplab tezroq ovqat talab edi deb kelib masjidga kelib yana yotib olaversa, qurraydi urib. Ha, endi uni men Xudoni yaxshi ko'raman, Xudoni oshiqiman degan qayerda endi? Kechasilar unga yig'lamasa. Ha?
Avval o'zing qil amal, so'ngra nasihat elga de. Ey Huvaydo, so'zlama, senda amal bor bo'lmasa. Shuning uchun ey Huvaydo, bu odamlarga nasihat aytishdan oldin o'zing amal qilib olgin birinchi. Chunki odamning gaplari, nasihatlari qachonki o'zi amal qilganda yo'qadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari aytgan amali, olib kelgan dini nimaga ketyapti qiyomatgacha to'xtamasdan? U kishi amal qilganda. U kishi kelgan har bir oyatga o'zlari amal qilgan, keyin aytganlar. Shunaqa. Endi siz bilan biz ham bu eshitganlarimizga nima? Amal qilishimiz kerak bo'ladi. Mana keyingisi yana bittasi. Bu kishi Huvaydo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sog'inib yozganlari. Payg'ambarimiz. Sabo yetkur salomimni qaddi sarvi ravonimga. Qaro ko'zlik, qaro kokul o'shal shirin zabonimga. Ay pardesh. Sabo deb tongi shabadan aytadi. Tongi ertaman bomdod mahaldagi shabadani sabo deydi. Ya'ni ertaman saharda turib bomdodni o'qib, o'sha paytda zikr qilib, o'sha paytda salovatlar aytiladi-da. Endi asha salovat salomlarimni endi o'sha qaddi ravonim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaro ko'zlik, sochlari, kokullari, quloqlari ikki tomoniga tushib turardi u kishini. O'sha chiroyli so'zlari shirin edi, odamlar u kishini yaxshi ko'rib qolardi. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazgan salomimki, yotibdir bir g'aribizor o'lib og'ishdagi tuproq, bu holimni borib aytqil mani oromi jonimga. Men bu yerda mana Alloh taoloning bandasiman, tuproqqa o'rlashib yotibman. Ya'ni payg'ambar alayhisalomning ishqida, u kishini sog'inchida shunday yotibman. Shu holatda yotganimni aytganki, qiyomatda ajama shafot qilib qolsa. Ha. Mani boshim ani yo'li arog'a hech har balo kelsa, mani boshim ani yo'li arog'a har balo kelsa, boqarman ey birodarlar qachon sudu ziyonimga. Meni boshim fido bo'lsin u zotning yo'lida. U kishini yo'lida, u kishini diniga nima kelsa, balo kelsa, o'rtasiga meni boshimni tikay. Boshimni tikay. Ha. Men birodarlar u zotning ishqi bilan foyda ziyonimga qaramayman, shu zotning dinini yo shu zotning muhabbatini o'rtasida men foyda ziyonimga qaramayman. Falak charxi uzildi-yu yiroq soldi mani andin, qachon qo'shg'ay xudovandim aningdek mehribonimga. Ya'ni u zot endi o'tgan davrda o'tib ketdilar. Mana meni u zotdan Alloh taolo uzoq qilib qo'ydi. Ya'ni yillar ayridi, makon ayridi. Ya'ni Madina u yoqda, biz bu yoqda. Endi qachon Rob taolo meni u Xudo mehribonimga qo'shadi, qiyomat kunida jonimni olsa, mahsharda endi birga bo'lib qolsam ajab emas demoqchilardi. Ani dardu firoqi o'lgucha mandi judo o'lmas, taralmish jismima jondek tamomiy ustixonimga. U kishini sog'inchi mendan o'lsam ham chiqib ketmaydi. Muhabbati, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat va u kishiga bo'lgan sog'inch mendan o'lsam ham chiqib ketmaydiki, hatto meni qonim bilan birga oqish u yoqda tursin, suyagimga ham singib ketgan. Suyagimga singib ketgan muhabbat, Muhammad sollallohu alayhi vasallamning muhabbati meni. Huvaydoni firoqiga ona hech kelmadi rahmi, qaro toshlar suv bo'ldi rahmetim ohu fig'onimga. Endi u zot shu meni shafoatiga olib qolarmikin, men yig'lab duo qilyapman, rahmiga qolsa ajab emaski. Chunki u zotga bo'lgan muhabbat, u payg'ambar alayhisolamga bo'lgan ishq muhabbatim, u kishiga bo'lgan sog'inchimga hatto toshlar suv bo'lib oqib ketyapti. Toshlar ham ko'tara olmayapti bu sog'inchda. Qora toshlar ham suv bo'lib meni fig'onimga yig'lasam chidamay yig'layapti ular ham. Ya'ni ishqiza payg'ambar alayhisolamga bo'lgan muhabbatini shunaqa bir izhor qildilar-da. Ya'ni payg'ambar alayhisolam aytadilarki, sizlar komil mo'min bo'lmaysizlar toki meni o'zingizlardan ham, ota-onanglardan ham, bola chaqanglardan ham, bu dunyodagi hamma odamlardan ko'ra ko'proq meni yaxshi ko'rmaguninglarcha komil mo'min bo'lmaysizlar deganlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalar ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh deb murojaat qilganlar-da. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta odamga aytgan shu gapni. Kimga aytgan? Bir Uhudda aytib berdimmi? Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu ga aytgan. Ota-onam senga fido bo'lsin ey Sa'd, ot deb o'shunda aytgan, hali kamonda otganda. Uhudda. Alloh taolo bu suhbatlarimizni bardavom qilsin. Alloh taolo sizlar bilan bo'lgan safarimizni oxiriga chiqib qo'ymasin. Yana qayta birga safar qilaylik. Qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir safar turishni Alloh nasib qilsin. Sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi. Alloh rahmat, salomat bo'ling.